Tasavvur qiling, 25 ta qayiq bir orolni itarayapti. Viskonsin shtatidagi mahalliy aholi bu ulkan suzuvchi botqoqni Bog'zila deb ataydi. U Chipova ko'li bo'ylab suzib yuradi va vaqti bilan ikkita quruqlikni bog'lovchi ko'prik ostiga tiqilib qoladi. Bu qattiq yer emas, balki qalin o'simliklar va ildizlardan iborat tabiiy gilam. U yo'ldan chiqib ketsa, jiddiy muammoga aylanadi. Shu sababli har yili mahalliy aholi qayiqlariga minib bu yirik suzuvchi orolni yana ochiq suvga qaytaradi. Endi savol, agar siz Bog'zila yaqinida yashagan bo'lganingizda orolni qaytarishda ishtirok etgan bo'larmidingiz yoki uni to'liq yangi sayyohlik oroliga aylantirgan bo'larmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Uzcasting orzularingiz maydoni, model, Euromodel, brend fez, musiqa, aktyor yoki reklama aktrisa. Tanlov sizdan. Yosh chegarasi yo'q. Har bir iqtidor o'z sahnasini topadi. Bugun ro'yxatdan o'ting. Yulduzlikka qadam qo'ying. Uzcasting sizni startingiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.